Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Rasmiy axborot kanalimizga xush kelibsiz. Bugun aeroportda ushlangan firibgarlar haqida ma'lumot beramiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda bir dona like tugmachasini ham manzur ko'rsangiz bosib qo'yishni unutmang. Aeroportda sport ozuqasi niqobidagi narkotiklar fosh etildi. Toshkent xalqaro aeroportida sintetik giyohvand moddalarni biologik faol qo'shimcha ko'rinishida olib kirishga urinish to'xtatildi. Ma'lum qilinishicha, yashil yo'lak orqali o'tgan yo'lovchilarning yuklari tekshiruvdan o'tkazilganda sport ozuqasi sifatida qadoqlangan kapsulalar shubha uyg'otgan. Qutilardagi kapsulalar soni me'yordan ortiq bo'lib, ularning rangi ham asl ko'rinishidan farqlangani aniqlangan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, kapsulalar ichida alfa-PVP turidagi sintetik narkotik borligi ma'lum bo'lgan. Mazkur tadbirlar davomida Yuqori Chirchiq tumanida zakladka usulida yashirilgan qariyb 1,5 kilogramm gashish ham topilgan. Holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Manba: darakchi.uz sayti.